Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga Plant vs Zombie, ya'ni mana bu o'yinni hamma bilsa kerak. Bu juda ham zo'r o'yin, lekin juda zo'r emas. Bir-biriga narsa qo'shib bo'lmaydi. O'simliklari kam. Buni bir-biriga qo'shadiganni tortishni, ya'ni Plant vs Zombie Fusion Edition'ni tortishni o'rgataman. Ya'ni mana buni yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, oldingizga yeguliklar olib oling. Bunda videoni boshladik. Birinchi ishni Google'ga kirishdan boshlaymiz. Qani kir Google'ga. Va mikrofonga kiramiz. Xullas kiramiz. Happy modni ustiga bosamiz. Va ko'rib turganingizdek Happy modni skачать degan joyiga bosamiz. Ay o'l. Bosamiz, mana yuklayapti. Biz esa bekor qilish deymiz, chunki biz yuklab olganmiz oldindan. Yuklab olganingizdan keyin kiramiz unga. Kirgandan keyin yozamiz. Plant vs Zombie Fusion demaymiz, unda chiqmaydi. Plant vs Zombies deb yozamiz va chiqadi. Shart qichib eng tepadagini tortmaymiz. Eng tepadagi bularni tortmaymiz. Bular noto'g'ri. Bularni ochib bo'lmaydi. More versionga kiramiz. Ko'taramiz. 2.1.3 ni topamiz. Ya'ni mana shuni bosamiz. Wive degan joyiga bosamiz. Wive'ni bosamiz. Install'ni bosamiz. Men istonobga qilib bo'lganman. Shuning uchun sizlar istonobga qilasizlar. Men istonobga qilib buni tortib bo'lganman. Istonobga qilib bo'lgandan keyin mana bu burchagida turibdi. Xullas o'zingizlar ko'rdinglar. Mana turibdi. O'shanga bosamiz va don't land turibdi. O'shanga bosamiz va chiqadi. Mana chiqadi mana shu 2.1.3. Keyin install'ni bosamiz. Bekor qilish. Sizlar tortishni bosasizlar. Va shunday qilib videomiz yakunlanib bormoqda. Keyingi videolarda Minecraftni tekinga tortishni o'rgataman. Hammaga bye bye. Goodbye.